Assalomu alaykum hamkasblar va YouTuberchilar. Guruh dasturimiz pulli bo'lganligi uchun sizlar bilan men yana bir yangi Gaming Again AI studiosi bilan guruh bilan birgalikda ishlashni o'rgataman. Guruhimiz hozir pulli bo'lgan, pul so'rayapti. Uni ham olsangiz bo'ladi. $2,5 evaziga guruh dasturidan ham foydalansangiz bo'ladi. Agar shundan qiziq bo'ladigan bo'lsa, agar undan ham video chiqarib ko'rsatib beraman agar. Mana hozirda sizlar bilan Gaming Again AI studiosi bilan qanday ishlashni o'rgataman. Demak, Google ga kiramiz. Google ga kirib olamizda, sarlavhaga yozamiz Gaming Again. Demak, men mana boya tayyor yozib qo'ygan dasturi. Demak, mana shu bo'yicha kirib boriladi. Mana ustiga bosib olamiz. Mana bizga ochildi. OK tugmasini bosib olamiz. Mana endi biz bu yerda qiladigan ishimiz birinchi o'rinda akkauntimiz bilan buni birgalikda bog'lab olamiz. Demak, buni bog'lab olishimiz uchun mana Sync up tugmasini bosamiz. Mana bizni bu yerda aniqlashtirilyapti. Mana bosdi, aniqlashtirib oldi. Endi mana bunga bosib olamiz. Mana bizning akkauntimiz xuddi mana shu akkaunt orqali, demak men shu orqali kirib olaman. Demak, xuddi sizlar ham Google akkaunt orqali kirib olishingiz uchun xuddi shunday ko'rsatib boriladi. Demak, ustiga bir bosib olamiz. Mana o'sha Google akkauntimiz orqali kirib oldik. Endi biz mana bu yerda ko'rishimiz mumkin Gaming Again AI studiosini. Demak, bizda ochildi mana guruh dasturi ham turibdi mana. Xuddi mana video game shu turishda turadi. Endi biz o'zimizni qilgan ishlarimizni, misol uchun hammada o'zi qilayotgan promptlar orqali amallar bajaryapsizlar. Xuddi o'sha narsani sizlarda rasmlar tayyor bo'ladi. Demak, bu yerga select image ga bosamiz. Select list ga bosamiz. Biron bir qilayotgan amalni tanlaymiz. Mana tanlab olamiz. Demak, pastroqqa tushirib olamizda, mana bu yerga yozamiz. O'zingizga promptlaringizni yoki biron bir narsa yozsangiz bo'ladi o'zingiz uchun. Mana xuddi mana shu ko'rinishda yozib olamizda. Endi bu yerga o'zimiz kerakli narsa, misol uchun shorts bo'ladigan bo'lsa, shorts o'tkazib olamiz yoki YouTube bo'lsa, YouTube ga mana 16:9 imiz bu YouTube dasturimiz bo'yicha, 9 ga 16 bu shorts kanali uchun. Mana endi pastroqqa tushib olamizda. Generator with group ga bosib olamiz. Mana hozir proverka qilishni boshladi. Mana do'stlar, bu lekin guruhga nisbatan sekinroq ishlar ekan. O'shani hisobiga ozroq kutib turamiz. Men buni uzmayman. To'liqligicha video olishga harakat qilaman. Endi ozroq kutib turamiz endi. Mana do'stlar, zagruzka bo'lyapti. Mana ko'ryapsizlar. Endi 1% bo'ldi. Tayyor bo'ldi hozir. Demak, pastda ham mana ko'rsatib turadi. Mana saqlashingiz uchun mana bu yerda dovlan video turibdi.
Xohlasangiz bu yerdan o'zingiz buni ko'rib, tekshirib, Salom, men energiya ustasiman. Sen men bilan kuchli bo'lasan. Ha, kattakon yer birgalikda. mana ko'rib turganlaringizdek tayyor bo'ldi videolarimiz. Endi buni bemalol o'zimizga kerakli joyini saqlab olsak bo'ladi. Mana do'stlar, Gemini Game bilan qanday ishlashni sizlar bilan ko'rib chiqdik. Obuna bo'lishni unutmangizlar. Yana biron bir yangi ma'lumotlar kerak bo'lsa, bizga obuna bo'lib qo'ysangiz, men yana xuddi shunday yangi videolar ishlab chiqaraman. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.